Siz pistoletni bosasiz, bitta chiqadi, fakir zo'r o'chirganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, salomatmisizlar? Xo'p, ishimiz tugatdik. Ko'rinishimizga ahamiyat bermaysizlar. Bir narsani bo'lishim keldi. Bilmaganlarga bilim bo'lib qoladi, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Bilganlar kanalni to'ldirib ketasizlar kommentariyada. Xo'p, fakir ochilishini, bez yozishini apparatda fakir deganda bu kraskani yoyilishini ko'pchilik har xil tushuntiradi. Kraska hamma kraskada har xil ochiladi fakir. Turkiy kraskada boshqacha, Yevropa kraskalarida boshqacha. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bu kraskani ochilishini doqqil davleniyani sochib ko'rasiz degan narsa menimcha to'g'risi xato. Chunki buni ichida necha bo'lmasin davleniya turibdi-da, siz pistoletni bosasiz, bitta chiqadi, fakir zo'r o'chirganga o'xshaydi. Endi nima demoqchiman buni? Xo'p, siz bosganingizda yo sepganingizda ikki chertida palasat qoldiryaptimi? Demak, davleniya past. Ozgina ko'tarasiz. Xo'p, ozgina ko'targaningizdagi yo ko'proq ko'tarib olsangiz, buni o'rtasiga ko'proq sepib qo'ying, o'rtasiga. Ikki chetiga palasat tushirmaydi, o'rtasiga sepib qo'ying. Uni sal kamaytirasiz. O'rtacha ochib olishingiz kerak. Keyin buni fakiri qanday ochilishi yaxshi bo'ldi desangiz, buni davleniyani bosib, bitta qilmasizda, bitta sepib ko'rasiz. Bitta uzun yarim metr joyga. Hozir biz ukrovkaga sepib ko'ryapmiz, hozir sinov uchun yerga sepib ko'rsangiz ham bo'ladi, keramik joyga sepib ko'rsangiz. Yo bo'lmasa atrof gipsakartonga. Hop, sepib ko'ramiz. Sepganimizda ikkita chetida palasa yo'q. Randomiyani kraska yoyilyapti. Sekiroq. Bir xilda yoyilyapti. Endi buni yana ham yaxshiroq bilish uchun buni sal tezroq yurg'izasiz. Mana kraska bu yerda ham, hamma joyda bir xil. Agar davleniya ko'p bo'lsa, o'rtasiga yoyib oladi. Kam bo'lsa, palasa tushirib qo'yadi. Ukalar, foydali bo'lgan bo'lsa, salomat bo'linglar. Xursandmiz. Rahmat hammaga.